Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qalay bo'ldi darslar? Ha, yaxshi, rahmat. Aka, menda kriptovalyutalar bor edi. Shuni so'm qilib bera olmaysizmi? Qilib beraman. Mana bu kartam. Mashinga hamma aktivlarni o'tkazasiz. Ertaga so'm qilib qo'lingizga beraman, xo'pmi? Kelishdik. Hech kim bilmasin, ukam. Sirdaryoda xuddi shu kabi ko'rinishda 22 yoshli yigit kriptoaktivlarni noqonuniy ravishda sotib olishga urindi. Sud majlisida aniqlanishicha, huquqbuzar o'ziga tegishli bo'lgan telefon apparatidan belgilangan tartibda litsenziya olmasdan ilovalardan foydalangan holda kriptoaktivlar sohasida provayderlardan foydalangan holda kriptoaktivlarni olgan. Sudlanuvchi darsdan bo'sh vaqtlarida oson pul topish maqsadida yuqoridagi noqonuniy harakatlarga aralashib qolganini aytib, suddan yengillik so'radi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 155 prim 4 birinchi qismiga asosan aybli deb topilib, ushbu huquqbuzarga nisbatan ushbu modda bilan 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, ashyoviy dalil sifatida olingan telefon apparati tegishli tartibda davlat daromadiga musodara qilindi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, kriptoaktivlarni tegishli litsenziyalarsiz foydalanish, sotib olish qonunan man etiladi.